Bu mening onam degan ko'rsatuv qildim. Endi bu mening erim degan loyiha qilsam, ishtirok etasizmi? Bu mening. Bu osmonda oy bo'lsa ham olib javob ber deganlar. Kim oyisini yig'latadi? Ada. Adasini ko'rsatinglar. Bekin bo'ldilar. Bekin bo'ldilar. Sizlar oxirgi gaplashamiz. U qiz qilib, meni bilib qolib to'polon qilgan ekan. Dilnozami? Yo'q, Dilnoza. Shahnoza. Sho'x bo'lganman. Ko'p sevganmilar. Yo'q, bu maska. Adasi efir his qilmaydigan odamlar. Mayli. Kim yo'q narsadan ham shubhalanadi? Supermen bo'lsam ayollarga yordam berishim mumkinmi? Yo'q. Nimaga Supermen bo'lsam bersa bo'ladi? U payti zaharligini bilmasdim. Bilasizlarmi, men zo'r kelinman. Men ovqat qilmayman. Sabrlimisiz? Sabr 1 dan 10 gacha adasi nechimi? 1. Ayol kishi xo'p deyishni uchun unga nima xalaqit beradi? O'zim boshim ko'tarib olsa, o'sha gapirchida o'zi qani. Mahalla komitetidan yordam so'ragan paytingiz bo'lmagan? Yarashtirib qo'yiladi. Uch qolganimizda. Yo'q, yordam. Yordam. Yo'q, pul moliyaviy emas, просто mahalla ushqosa chiqardi-yu, oldin bizga chiqishga yarashtirib qo'yishganmiz ani. YouTube ikkalamiz barchaga assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuv boshqacha bo'ladi, xudo xolasa. Bu inson bilan Telegramda gaplashganimda ham hayiqib turaman, chunki nimalarnidir baribir bilib olishga harakat qiladilar. Bugun bizning ro'paramizda o'zlari intervyu beradi. Bu mening onam va ularning turmush o'rtoqlari. Mirsodiqovlar oilasi studiyamiz mehmon bo'lishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi shoir ham ko'p savol beradigan insonlar o'zi. Hamma narsaga qiziqadilar. Intervyu berishdan ko'ra intervyu olish yoqadi ularga ko'proq. Intervyu berishchi Yoqmaydi. nega? Bilmayman, nimagadir yoqmaydi. Sog' bo'ling, haqqi sirasi. Intervyu berayotgan insonni masalan siz his qilasiz, holatini, naqadar ocha oldingiz, naqadar ocha olmadingiz, savollaringiz qanchalik o'rinli bo'ldi. Bugun shuna qahramon bo'lasiz. O'zingiz haqingizda biz ko'p savol so'raymiz. Lekin men bekitmayman. Har doim intervyuda juda ham ochiq gaplashadi. Bu zo'r. Biz bularning oilalari bilan 4-5 yil avval turmush o'rtoqlari bilan Turkiyada ko'rishganmiz. Unda bir jiyani ham baquvvat edilar, soqollari ko'proq edilar, yoshroq edilar. 4-5 yildan keyin soqollariga oq qoralagan. 4-5 yildan keyingi natija bo'yicha soqollariga, sochlariga ancha qoralagan, biroz ozganlar. Va qanday 4-5 yil ichida qiyin kunlar bo'ldi siz uchun. Bizni bilmadik-ku, shuni gapiring. Dasmonchi qo'l. 5 yil ichida bizada hammasi yaxshi, a'lo darajada. Yashashimiz mana ko'rib turibsizlar. Hozir Biz kelmasdik bo'lmasa. yo'lda kelayotganda uni aytasiz, buni aytmaysiz degan shartlar bo'ldimi? Lekin ko'ndirish qiyin bo'ldi. Ha. Nima uchun kamerani yomon ko'rasiz? Bilmayman, yoshligimdan lekin kameraga chiqish yomon. Kameraga chiqqan insonni yaxshi ko'rasiz. Aslida hozir bu biz uchun yangilik bo'ldi. Shoir opa turmush o'rtoqlarining familiyasini shunaqa mashhur qilgan ekan. Ko'pchilik sizni qizli familiyangiz deb Men o'ylashgan. sizni familiyangiz deb o'ylaganman. Yo'q, turmush o'rtog'imning familiyalari meni mashhur qilganman. Omad olib kelgan deyman, bular familiyalari menga. Men mashhur qilganman emas, bularniki omad olib Omad olib kelgan. kelgan. Voy, qanchalik mehribonsiz. Ko'rsatib boshlashimman. Lekin xarakterlari lider-ku Shoir opani. Qanchalik yengish oson bo'ladi? Xarakterida juda og'irroq, lekin chiqishamiz. Men baland kelsam, past keladi. Shunaqa qilib chiqib ketamiz. Lekin juda samimiy insonga turmushga chiqqansiz, ha? Men ham samimiyman. Yo, samimiysiz, lekin mana bularda masalan uyatchalik bor, baribir tortinish bor, samimiylik bor. Baribir sizning xarakteringizdan teskariroqda baribir. Yo'q, bu maska. Juda ham xohlagan bir nima desam, krupka deydi-ku, kirsalar hamma chiqib ketadi. Men ham odam ovi bo'lib turaman.
ko'ngilni oladilar. Masalan, meni qaynonam urug'ida hamma meni yaxshi ko'rmasligi mumkin, lekin meni urug'imda erimni hamma yaxshi ko'radi. 100%, 100%. To'g'ri. O'shaning uchun aytyapman. Samimiy insonni shuning uchun aytyapman. Samimiyliklari uchun yaxshi ko'rishadi. Shunaqa. Xo'p, 4 ta farzandni ota-onalari hisoblanishadi. 4 ta o'g'il, To'rttalasi ham o'g'ilmi? Va yagona malika siz o'zing malikalardek mulozamat qilishadimi sizga? 5 ta erkak. Chunki adasi qilgani uchun bolalar ham shunga qarab qiladi. O'zim har doim aytaman, adasi bizni zo'r bo'lishimiz kerak, shunda bizga qarab bolalar munosabat qiladi ikkalamizga deyman-da. Men ursam siz anaqa qilmang deyman. Siz ursangiz men indamay turaman deyman. Men onam aytadi, bittasi qiz bo'lmadi deydilar. Biz ham 3 ta o'g'limizda. Bittasi qiz, bitta indan yonimga kirib, "Voy, onam demading-a" deydilar. Bo'lishini xohlaysizmi qiz? Bular xoliylar, menda unaqa narsa Ha, yo'qmi? Yo'q. Bular bir qizchalarni ko'rib qolsalar xoliylar. Ha, qizingiz bo'lsa boshqacha bo'lardi. Juda mehribon. Otaga mehribon bo'ladi. Ha, o'g'il bola bola emas, bola bo'lib mol emas. Ketsa kerak. Voy, bu o'g'illar qanaqa sevadi bilasizmi? 10 ta qizga almashishlik chiqasinichi. Yo'q, qizni bizani ham oilada qiz bo'lmagan. Men qizli bo'lganimdan keyin qizni tushunganman-da. Nima uchun odamlar masalan qizni yomon ko'radi, qiz bo'lganiga xafa bo'ladi. Nima uchun shunaqa deb ko'p o'ylaganman. Qiz boshqacha bo'ladi. Biz boshqacha bo'ladi. Xudo xolasa nasib qilsin, yaxshi niyatda. Ota-onaga mehribon. Qayerda ko'rgansiz birinchi marotaba Shoira opani? Birinchi mana. Men qayerdadir eshitganman, yo'lda ketayotgan paytingizda siz kimdir turtib yuborganmisiz? Qanaqadir avariya bo'lganmi? Og'aynim Turkiyaga borgan, og'aynim. Dubay. Dubayga, Dubayga borganda tanishib qolishgan bular, telefon almashishgan. Keyin menga aka, kelin qidirib yuruvdingiz, qarangchi deb ko'rsatgan, shu bilan telefon olib. Siz unda efir chiqardingiz? Yo'q. Efir chiqmasdingiz. Radioda ishlardim. U payt umuman ishlamayotgan bir o'rtada menda tanaffus bo'ldi, o'sha paytda. Aytayapti-ku, Mirzo Oddiqon olgandan keyin efir boshlangan. Sponsor bo'lgan emas, sizlar YouTube ochyapsizlar, to'g'rimi? Baribir birinchi ko'rsatuvga homiy kerak-ku. Mana o'sha guvohman ko'rsatuviga birinchi bular homiylik qilganlar. To'ydan oldinmi? Yo'q, to'ydan keyin. To'ydan O'zbek filmidami? O'zbek filmida ofis olib, mana shunaqa ofis olib, menga joy qilib berganlar. Ozginadan o'zbek film buzilgan, keyin u ko'rsatuv hech qaysi kanal olmagan, zakaz qilgan kanal ham olmagan, u ko'rsatuv turgan. Keyin zo'r to'y ochilgandan keyin tayyor ko'rsatuv bilan borganman. 2 ta loyiha bilan borganman. Ungacha bular sponsorlik yig'ib turganman-da ko'rsatuvlarni. Bu mening onam ham shular qatoriga kiradi. Siz bularni umuman tanimaysiz, boshlovchiliklarini bilmaysiz. Shunchaki rasmni ko'rib, Yoqtirib qolib. Keyin gaplashib, harakat qilib uchrashdik ham. To'xtang, u yog'ini ayting. Men bersam qizurroq. Badiyroq bo'ladi. bularnikida hozir uchrashdik, to'y bo'ldimi? Va 4 ta farzandlar. Va 4 ta farzand. Bahodir degan do'stlar bozorda birga ishlaymiz. Shunaqa Dubayda biz oilaviy borganmiz, rasmga olganlar. Biz ular iltimos qilishgan, menda qurt nimadir olib kelgin debdi. Non qurt bilasizki, chet elga borganda. Keyin men xo'p, mayli shu bolalar iltimos qiladiganman-da, keyin olganman va olib berganman va o'sha Dubay Mall qayerdadir aylanib yurganmiz rasmga olib, telefondan qayerdadir ko'rib qolganlar bular. Keyin menga telefon qurganlar. Mani nomerimni bergan odam bilmasdi. O'zimnikilardan, o'rtog'imdan, tanishlarimdan boshqa qilmasa hech kim qilmasdi. Bosib qo'yotibdilar, bosib telefon qilyotibdilar. Unda Tikoman Matiz mashinamda rulda ketayotganimda osmonda oy bo'lsa ham olib javob ber deganlar. Nimaniki qo'zim o'zidan men bunaqa menga deydi, mashinalar gangada unda most yo'q edi. Avariya bo'lib, o'shanda keyin men telefon qilib lo'lalik qilganman. Keling, men unda tanishamiz siz bilan deb. Bularni deb urganmisiz? Mashina. Yo'q, bular ular telefonda menga telefon qilganlar-da. Qilganlar, nima jalb? Avtobus chalg'itganlar-da bular. Aybdor bo'lib bo'lganlar-da. Aybdor bo'lib bo'lganlar, keyin kelib mashinani to'g'rilab berib, $300. Haligacha aytdilar, o'sha $300 qaytarib olaman deb uylanib ketdi. Havasini to'lab berganlar. Keyin o'shandan munosabatlar boshlangan, SMS yozishlar, boshqalar va qancha muddatdan keyin to'y bo'lgan? Juda tez bo'lgan. Tez so'ch qo'yganlar. Men aytganman, men unaqa gaplashishga vaqtim yo'q deganman. Balki uylanmoqchi durman degan. Keyin hayron qolganman, lekin sekin bildirmasdan rasmga olib opamga jo'natganman. Dashacha unda opam bilan arazda edimda, katta opamga jo'natganman. Opam Gulbahor mana shu bola suvchi qo'ymoqchi deb men doqiriga tavba qildim. Anaqalarga o'xshaydigan, terroristlarga o'xshaydigan.
Birinchi bor ko'rganda opam o'zi ushqoq bolaga o'xshagan bu urib qizg'an urib o'shadan bo'lmaydi bu deganlar opamlar. Keyin ozginadan keyin oylar so'chobkiga mana shunday qilib boshlik ikkala tomon hovliga. Ikkala tomon qarshi bo'lgan boshida bizlar. Bo'lishadi. Bo'lishgan juda katta qarshiliklar bo'lgan, lekin keyin baribir ham Boshida yo'q deganlar. Men endi yaxshi ko'raman uni. Sevib qoldim. Boshqa hech kimga uylanmayman deganman. Shu anchadan keyin kelishgan, bir Qanaqa 2-3 oylardan keyin. birinchi bir hafta tez kelganlar, keyingisi o'sha 3 oy to'lamas, 3 oylardan keyin kelganlar. Sizni ota-onangiz nimaga qarshi bo'lishgan? endi qarshiliklar nimaga bo'lgan? Birinchidan aytaman-ku, Men yosh bo'lganman. Yo'q, yoshligingizdan ham burunchi o'qimagan bola deyishgan. O'sha paytda o'qimaganligi ham qarashardi, to'g'ri. Men ham shuning uchun magistraturani o'qiganman. Sovchilikka borganda o'g'limizni diplomlari bor deyishlari uchun. Shunaqa. U diplom bilmayman hatto. O'qimagan bola deyishgan. Keyin sani xarakteri bilan uni xarakteri u boshda ko'rganda ushqaro ko'ringanda, uyimdagilarga ham bozorchi, ushqaro, jaydar. Bozorga chiqarmadilar. Hali ham bozorda magazinlari bor. Qurilishda. Mana shunaqa qilib, keyin yo'q, oxiri ko'nishgan. Birinchi adam qo'nganlar, lekin shuni esla olayman. Adam yonlari kelganlar. Kimsiz uy jimjit va zerikarli bo'ladi. Kim uyda internet sekin bo'lsa, birinchi asabiylashadi. Kim yo'q narsadan ham shubhalanadi. Kim ko'proq pul ishlatadi. Kim mehmon chaqirishni yaxshi ko'radi. Kim jahlda o'zini nazorat qila olmaydi. Kimning keraksiz kiyimlari ko'p? Ikkalamizda qanaqa bo'ladi? Krossovkalari bor. Kim o'zini ko'proq yaxshi ko'radi? Kimning muammosi ko'p? Kim qaynonasini ko'proq yaxshi ko'radi? Kim tavakkalchi? Kimning xotirasi past? Kim 5 minut deb yarim soat kechiktiradi? Kim birinchi bo'lib yarashgisi keladi, lekin g'ururi qo'ymaydi? Yo'q, qarang, ular yalinchoqlar. Orzu qilmaganmiz shunaqa galstuk taqib yuradigan, o'qimishli insonga turmushga chiqishni. Insoniy fazilat muhimroq, to'g'rimi? Men aytardimki, butun dunyo bitta bo'lsa, men bitta bo'lay derdim-da. Shunaqani oila parvar bo'lsin derdim. Mana shu pochchalarimga qarayman, shunaqa bolalarga choy tayyorlab berib, shunaqa mehr ko'rsatadi. Ikkita pochcham bor, katta opammi, xolam merlarida. Bo'lmasam ikkalasi, bitta pochcham prokuraturada ishlaydi, ikkinchilari undan ham kattaroq joyda ishlaydilar. Lekin bolalariga shunaqa mehribon edi. Choylar tayyorlab, maktablarga olib borib kelib, shug'ullanib, cho'miltirib, mana shuni mehr berardilar. Shunaqa bola bo'lsin derdim. Xuddi shunaqa bo'lgan. To'y bo'ldi. Necha yildan keyin efir chiqdi? Bu mening onam. Kabirda 1 yoshligida men уже Zotovaga borganman. Mana shu narsani, masalan, turmushga chiqmasdan oldin siz aytganmisiz? Men ertaga televideniyada ishlayman, efir chiqaman, rozi bo'lasizmi? Shu narsalar ham sizga ahamiyat kasb etganmi? Shularning javoblari. Agar deylik yo'q deganlarda ham baribir tanlagan bo'larmidingiz deb so'ramoqchiman. Ha, qaranglar, bizda manaqa bo'lganda, men ozgina ishlab ko'rganman televideniyada, menga yaxshi ko'rgan ishim, lekin men eplolmayman degan narsa menda bo'lgan. Televideniya o'sha paytda bilardinglar, televideniya tanish bo'lish shart edi. Siz qanaqa qilib qo'ygansiz? O'sha paytda zvezda edingiz siz. Institutdan keyin praktikaga bo'lganda, men o'shaning uchun
bo'ldi ishlamasam ishlamasman deganman. Keyin bularga turmush keyin aytganman, "Men mana shunaqa joyda ishlaganman." Hayron qolganlar. "Yo'q ey" deganlar. Boshlovchimisan sen? Siz o'zingizni yulduzday tutib yuribsiz o'zi. Yo'q, hatto aytmaganman ham uncha. Men uchun ham anaqa bo'lmagan-da. Obro', ro'skish bo'lmagan bu narsa. Oddiy hol bo'lgan. Chunki men masalan Farangiz o'sha paytda ham yulduz bo'lgan-ku, endi men za kadrim ishlardim. Lekin za kadrim ko'rardim, siz bilan uchrashib gaplashib turardik, boshqa loyihalarda ishlardingiz. Lekin aynan yarq etib chiqqan vaqtingiz bu mening onam va guvohman ko'rsatuvlarga. Guvohman birinchisi. Shunda keyin aytdilar-ki, nima qilish kerak dedilar. Keyin endi bular tadbirkorlar-ku, bularga tushuntirib berishim kerak edi. Pul tiksalar, pul tiksa qanaqa pul chiqishini tushuntirganman. Keyin bo'pti, bu yerda olib ko'ring, unda sizlardilar mani-chi. Anchagacha sizlarga opam ush berganlar, nima sizlaverasiz, mani qizimmi deb. Sansiratganlar opamlar-chi. Xullas, mana shunaqa qilib, keyin o'sha ko'rsatuvlarni syomka qilganmiz. Lekin bir yil guvohman chiqdi, aytadi-yu, ertasi kuni yulduz bo'ldim deydi. Men o'shaman-da. O'sha. Zo'rtova ochilgan paytda bosib anons berishardi-yu. Bir pasda yulduz bo'lib qolganimda bular g'ashlar kelgan odamlar nima esanmi? Shuni so'ramoqchi edim. degan narsa bo'lgan. Shuni so'ramoqchi. Rasmga tushmoqyapti san bilan degan shu narsa tushunmayaptilar-da. Oddiy qiz yashab turuvdi-da siz bilan. Birdan yulduz bo'lib ketdi. Sizga ham yulduzlik berib olishi mumkin-da o'sha paytda. Bo'lganmi shunaqasi sizga yulduzlik bergan? Rashk ham qilganman bo'lgan. Bir yilcha men tushunmayapman. O'zidan-o'zi urush qilyapti. O'zidan-o'zi. Kech payt kelardi syomkada. Shunaqa grafika yo'q-ku. Qatnasam deb telefon ham qilardim. Syomkada men kelyapman derdi. Bir syomkaga olib chiqqanman-da. Men mana shunaqa hamma 5 ta bolani endi shunaqa ganat qilganman-da. Yo'q, sen yururga ishingni qil deganlar. Indamasa tag'in bo'ling operatorlar, ya'ni biz bu mening onamda viloyatlarga chiqardik-ku. Hammani qil, men bu shofyor ham qolmasdi, svechchi ham qolmasdi, hech kim qolmasdi. Angranga bordik. Angranga bordik. Qiynagan, sizlarni ham ishlaydiganmisiz? Qiynagan deganman. Qizg'anadigan odam o'zi yo'q ekan. Pul berganim yaxshi ekan desin faqat. Shu ekan. Lekin o'sha paytda masalan tanishgan paytingizda ham o'zlariga yarasha soстоятельный odam bo'lganlar-da, to'g'rimi? No, endi hozirda emas, lekin bo'lgan, och qolmaganmiz. Meni hech qachon ro'zg'orga pulim aralashmagan. Hozir ham milliondan qilsam ham hech qachon boya kuldingizku, sveti to'layaptilarmi, gazi to'layaptilarmi deb non ham olib kelmayman. Olib kelsam yozib qo'yaman. Hozir qolib ko'rsangiz, anaqa bor menda. Qarz daftarim bor, anaqa telefonda nima zametka bor. Erim qarz yozib qo'yaman. Men nimaga ishlatgan, o'zimga shu bo'lsam ham yozib qo'yaman erim bolalarga. Oylik olganda. Lekin siz hamma rasxotingizni bular qilib beradi. Ha. Siz oylik olasiz, siz kunlik topasiz. Yo, meniki ham kunlik, meniki o'zim biznesimmi? Просто endi oylik deb qilyapman. O'sha rasxotni shunchaki ayolingiz xursand bo'lishlari uchun qilasizda, to'g'rimi? Ha, shunchaki ular xursand bo'lsalar, siz buni ko'rib xursand bo'lasiz. Ish bilan ovora bo'lsa, uy o'ylamasa, bola chaqa o'ylamasa, ish bilan ovora bo'lib, Qaysi duolaringizni so'ragansiz? chiroyli, go'zal bo'lib yursa. Shuning uchun rasxot qilasiz. Mazza. Bu rasxot ham katta rasxotni ko'rsatdi. Lekin topishlari ham zo'r. Sizni pulingiz o'zingizning pulingizmi? O'zimning pulim. Mehmonga borishni juda ham yaxshi ko'raman. Shoira Mirsodiq va bizni taklif qilganlar, ularga umid qilib qolamizki, esdalik uchun olib qo'ydilar. Hozir esa ketdik. 5-qavat. Mehmon bo'lamiz. 19-xonadon. Kiramiz. Assalomu alaykum. Bu sizga? Ha? Yo'q. Bu o'zi ikki xona ham bor. 2 xona? Shunchaki 120 kvadratda 2 xona qilib olganmiz. Ochib olganmiz bu xonani. Bu yerda o'zi mana bu alohida xona bo'lgan, oshxona bo'lgan 3 ta xonani ochib olganmiz biz bu yerda. Bolalarim hammasi o'g'il bolalar-ku menda. Ko'z oldimda bo'lsa hammasi deb. Televizor ko'rsak ham birga, choy ichsak ham birga, hammasi birga. Ana keldi komanda, futbolni komanda keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalaysizlar? Sizlarni bilishmasdik kelganinglar. Assalomu alaykum. Salom bermaysizlarmi? Ha, qaraysan. Voy, shunaqa Kim haqida? Kechonim. Oyoqlarni bosib tashlamayman, bosib tashlaysizlar.
Я здесь пока. Я жду вас. Моя подружка пришла. Bu o'rsvoylarim shu. Voy, rus tilida. Rus tilida gaplashishadi faqat. Alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rolik snimaymda. Faqat chiroyli toza kiyimlaringizni kiyib chiqing. Zubayr aka. Assalomu alaykum. Qani tanishtiringchi Yaxshimisiz? farzandlaringizni? Bu Ismlari? bu Abdukabir, ikkinchi Abdukabir, o'g'lim bu. aha. Laqami Qor aka, Muhammad Mag'di eng kichkinamiz. Endi qolganlari chiqsa ko'rsatamiz. Davay, chiroyli kiyimlarni kiyib chiqinglar, xo'pmi? Hozir intervyu Держи. qilamiz. Qanday nom beramiz bu gulga? Nom ham berish kerakmi gullarga? Beringchi. Qani nima deb nom ber ekan bu Nom gulga? bersangiz bo'ladi. Abadiy sevgi deb beramizmi? Abadiy mustahkam sevgi, Yoki sinalgan, mustahkam oilamikan? mustahkam oila. Parvarishlashni bilasizmi? O'shani aytyapman, men va'da bermayman. Nuqullarni ham nuqul gul beradi, so'litib qo'yaman. Onam aytadi, "Sen nuqul gullarni so'litib qo'yasan" deydilar. Endi harakat qilaman. Harakat qilaman. Lekin esa gulga qarash foydali ekan ko'zga. Aynan yashil rangga qarash, yaqin bir intervyuda bildim. O'shaning uchun gul yig'aman uyimga. O'zi asosiy intervyuda hech qanaqa uyda ish qilmayman degandingiz. Ovqat ham qilish yo'q. Biz hozir bunga guvoh bo'lib turibmiz, chunki 3 nafar go'zal ayol hozir oshxonada mazali taomlarni tayyorlashni boshlashgan. Shunaqa, mana Siz vazifa berasizmi yoki ular o'zlari Yo'q, o'zligisi. bilib pishirishadimi? O'zi Yoki bilasizmi, ayol kishi- dushanba, seshanba, chorshanba menyu bormi? Yo'q, menyu yo'q. O'zi bilasizmi, hamma ayollarni, hattoki o'sha opalarim ham yomon ko'rgan savol, nima ovqat qiling, nima ovqat qilamiz. Eng qiyin Ha, savol. bilganingizni qiling, nima qanaqa go'sht bor, bilganingizni qiling. Ovqat tanlamaydi uyimda hech kim. Boshqalardan boshqa hamma ovqat ichishadi. Shunaqa. Bu uyga qachon ko'chib kelgansiz? Necha yil bo'ldi? Bu uyga adasi qancha bo'ldi ko'chib kelganimizga butga? 4 yil. 4 yil. Mehmon kelgan payt qayerga o'tiradi? Bu yerga ko'pincha stullar ozgincha qo'shiladi, lekin uyda jim mehmon kutishni sevmayman. Bilamiz, bilamiz. Yomon taraflarim. Bilamiz. Bor, chiroyli futbolkangni kiyib chiq, bor. Oting nima? Erkalanmayapti. Voy, tag'ana bu hozir dodlamayapti. Hop, Shoir opa, 4-inchisi ham o'g'il bo'ladi deyishganda. Nimalarni his qilgansiz? Voy, adasi efiri his qilmaydigan odamda. Mayli. 4-inchisi ham. Qarang, men o'zi hamma o'g'illarim uziga borganimda birinchi homiladorligimdan oldin o'g'illigini bilaman. Qanaqa qilib? Endi uziga tushasiz. Ko'rasizmi? Yo'q, uziga qilganda o'g'il kutuvdingizmi? Voy, o'g'il ekan deshadi. Yo'q. Shunaqa qanaqadir har doim surov ko'tarda borganman. Bunda ozgina bir 5 minutlik yig'i bo'lgan. Nimagaki, nimaga o'g'il bo'ldi emas. Yoniga qiz qo'shib bermadinglar, Alloh degan narsa bo'lgan. Bekitmayman. Lekin Xudoga shukr. Xudoga shukr. 4 ta o'zi. Bolalaringiz qanaqa xotiralarni katta bo'lganda o'zi bilan olib ketishni xohlaysiz? Nimalarni eslashni xohlaysiz? Qaraygan paytda. Onam rosa qattiq qo'l bo'lganlar, lekin yaxshi ham qattiq qo'l bo'lgan ekanlar. Shunaqa darajalarga erishdi. Men har qalay ota-onamga shunga rahmat aytaman va ular ham menga shuning uchun rahmat. Juda ham. Zubayr, oyis ko'p urishadilarmi? Можно на русском, она понимает. Кто чаще ругает, мама или папа? Мама ругает? Мама ругает? А как она ругает? Вот за что она тебя ругает? Допоздна. Ага. Когда заслужил, да? А кто деньги дает в школу? Папа? Onadan bir sim chiqmaydi. Onadan foyda yo'q, finansoviy hammadan aytdim, qirol. Вот. А ты знаешь, что твоя мама знаменитая в Узбекистане? А какая у нее профессия? Кем она работает? Учительница? Доктор? Bilasan-ku, Кто она? Блогер? blogerша. Блогер? Blogershasi ham bor. Она еще звезда экрана, звезда Ютуба. А ты смотришь ее передачи? Нет? Kim ko'radi? Kim qaysi farzandingiz sizga muxlis? Katta o'g'lim ko'radi va turmush o'rtog'im. Bolalarim ko'proq o'sha rus tilidagi kontentlarni ko'rishadi va o'ziga mos narsalarni ko'rishadi. Men kiyintirmaydiganman. Shirinligini qarang. Bu tomondan o'tingda, buni qarang, sut ichib o'tiribdi. Sut ichib o'tiribdi. Siz qanaqa o'g'ilsiz? Muhabbatingizni bemalol ayta oladigan o'g'ilmisiz yoki aksincha? Sal qiynalaman. Sal qiynalasiz. Lekin har bayramlarda tez-tez yetib turishga harakat qilaman.
Xo'p, sizga nisbatan ham qattiq qo'limilar yoki mana bu to'polonchilarga nisbatan qattiq qo'limilar? Yo, oldin shunaqa edi, keyin hozir katta bo'lganimdan keyin ancha qattiqqo'llik sal kamaydi nisbatan. Nimalarni ayta olmaysiz onajoningizga va hozir shunaqa imkoniyat bor, shu narsalarni aytishingizga? Yo, onamga hamma sirlarimni aytaman. Hamma dardim bo'ladimi, sirrim bo'ladimi, hammasini onamga aytishga harakat qilaman. Onam ham eshitadi. Yaxshi. Kelin qidirish boshlandimi? Yo, hali oxirli. Ay, yo'q, qoyillik. Hozir siri yo'q lekin ona bola o'rtasida. Hatto do'stlarini ham sirini ham kerak bo'lsa kelib bo'lishadi mana. O'g'illarim shu qo'rqsa ham, qattiq o'tirsa ham lekin ishonishadi. Qizlar temasi ham xuddi shunaqa. Voy, zo'r. Bitta bor buni onasan. Sizni o'g'lingiz bo'lajak kasbingiz? Xudo xohlasa shifokor. Shifokor, aha. Qaysi yo'nalishda? Xudo xohlasa hozir hamma yo'nalishlarni ko'ramiz. Xudo xohlasa nevrologiya bo'yicha ketishga. Eng qiyin yo'nalishlardan bittasi nevrologiya. O'zi nevropatologga niyat qilib uni Toshmiga bergan edi. Jamshid degan do'stim bor. Детский nevropatolog. Shu ikkala bolalarim juda ham katta mehnat ketgan. Niyat qilgan, mana sizga o'xshab bolalarim xudo xolisa doktor qilaman deb. Endi kattasini boshladim, ikkinchisini endi ko'ndirishga harakat qilaman. Kim oyisini yig'latadi? Adam. Adamni ko'rsatinglar. Bekin mo'jizalar. Bekin mo'jiza. Sizlar oxir gaplashamiz. Men oilam baxtli ko'rsatdim, mana haqiqat. Mana bolalar aldashmaydi. Молодцы, ребята, так держать. Kim kech uxlaydi? Man 3 yarimda. Akam. Akam. Kabir. Telefonda gaplashadimi? Kabir Бек 12 спит, а я в 3 часа ночи. В 3 часа ночи? Он врет. Я не вру. Umuman Shoira Mirsodiqovani turmush o'rtog'ingiz sifatida ko'rmasangizda, tele boshlovchi sifatida muxlis bo'lgan bo'larmi deysiz? Bo'lardim. Yaxshi boshlovchimi? Bu mening onamga muxlis bo'lgan bo'lardi. Bu mening onam zo'r proyekt. Nimaga intervyularni Hasan Qorilar hammasini ko'rgansiz? La, ular hammasini ko'rgan. Intervyularni bitta o'zlarini anaqalari bor, kumirlar bor, o'shalarni ko'rdim. Boshlanishi baribir bu mening onamdan boshlangani ko'tarilish. O'shanda ko'rib kelardim. Keyin bu mening onam yopilganda birinchi xursand bo'lgan inson siz bo'ldingiz. Yo'q, Rossiyaga men xafa bo'lgandim, chunki ularning ham proyektlar bo'lgan-ku, bular ham Dardagi sherik bo'lganman. Siqilmay, hammasi yaxshi bo'ladi. Yopilgan bo'lsa yopilib. O'zi yaxshi. Endi Alloh ajrini beradi boshqa joydan deganman. Mana berdi boshqa joydan. Yutib Bu chiqib. mening onam ko'rsatuvdan keyin sizni onangizni ham mehrlari boshqacha o'zgarganmi Shoira opaga nisbatan? Qadar onalarni baribir yuragiga yetib borgan loyiha bo'ldi. Poylab o'tirardilar o'sha tanaqada, Zo'rto'yda. Hozir chiqadi kelinim deb poylab o'tirardi. Hozir ham Instagramda o'sini bilan kuzatib o'tiradilar, meni qanaqa boradi. Da, akkuratda poylab o'tiradi. Storiesda? Mana bu mening onammi? Men sezganman rostdan oyijonda mana shu narsani odamlar, ayollar sani keliningmi shu Malika degan. O'shandan keyin rostdan meni kelinimmi bo'lib qolganman deb. Ungacha oddiy kelin bo'lganman deb. Viloyatlarga borsalar ham, hozir hammaga aytadilar, meni kelinim bu deb ko'rsatib yuradilar-da. U payt birovlar aytadi-da, to'ylarga borib qolsam, yonlariga o'tirib qolsam, faxrlanardilar-da. Hozir o'g'lingizni uylantirsangiz, siz ham bitta qaynonasizda. Qanaqa qaynona bo'lasiz sizningcha? Men niyat qilaman onamdagi va qaynonamdagi bo'lish. Ikkililigisiga yaxshi qaynona. Mana ukamga nisbatan ham, qaynonam bilan menga nisbatan. Qolgan usullarimga javob bermayman, lekin menga nisbatan, men shunaqa yaxshi qaynona bo'lishim uchun o'g'lim bular rosa ona paravarlar. Mani turmush, meni qaynonamlar shu o'g'illarini xafa qilib qo'ymaslik uchun ham men bilan bir xil joylarida, ko'p joylarda ko'z yumalar. Meni erkaligimga ham, men shartta gapirishimga hamda. Chunki birinchidan o'g'illari juda yaxshi ko'radi, hurmatim joyi qo'yiladi, hammani, yo'q, bu meni ayolim deb turadilar. Qaynonam shunga. Men aytmoqchimanki, meni o'g'illarim shunaqa bo'lishi kerak. Erkaklar shunaqa bo'lishi kerak. Erkaklar onasini yaxshi ko'rsa, keyin meni qaynonam bitta erimga ishonadilar, hamma temada. Mana shuncha farzandlar bo'lsa ham, erkaligi ham, finansiy ham, boshqa narsa ham, hamma narsaga turmush o'rtog'imga ishonadilar. Shuning uchun shu o'g'lim tinchi buzilmasin, boshqa narsa bo'lmasin, xafa bo'lmasin deb ko'p narsaga bizlar oilada ko'z yumishlari mumkin. Lekin usullarimga ham aytarkanlar, maqtam ketib, buni ko'p joyda aytganman.
Chunki o'sinlarimdan eshitdim bu gapni. Sizni misol qilaylik. Mana Mohiram qanaqa edi? Mana Mohir hozir. Oila, shunaqa chiroyli oilasi. Ular uyda muammo bo'lib qolsa, meni primer qilib, mana o'shan shoir qildi de. Sho'x bo'lganman deb. Rosa sho'x bo'lganman. Siz o'zgarmaganmisiz? Juda sho'x bo'lgan. Ozboyada bular qog'ozga o'rab etil. Oyi shu qiz yaxshi ko'raman. Uni to'polon olmagan yo'q. To'polon bilan bo'lgan. Endi baribir. Besh to'polon, chivola o'xshamaydi. Ko'p sevganmilar. Mana bizni sevgimiz boshqacha. Ko'rsatuvda ko'p gapiramanmi yoki uydami? Ko'rsatuvdi. Biz ham partnyor bo'lib boshlovchilik qilsak odamlar nima deydi? Yo'q, qo'ying. Odamlar nima deydi bilmadim, lekin o'xshamaydi. Voy, Sponsor yerimni bo'lib olib chiqdi deydi. Bir kunda rollarimiz almashsak, kim ko'proq qiynaladi? Sen albatta. Ayol kishi xo'p deyishni uchun unga nima xalaqit beradi? O'sha boshingiz ham ko'tarib o'sha gapirchida bo'lsa qani. Xo'p deyish aytib turaman, bir. Ba'zida rozi bo'lganingiz uchun emas, shunchaki charchaganingiz uchun ham xo'p deb qo'yasizmi? Rozi bo'lganim uchun. O'ylaydigan savol emas, har doim xo'p deysiz. Xo'p, ani qisqalik qilmasala xo'p. Supermen bo'lsam ayollarga yordam berishim mumkinmi? Yo'q. Nimaga? Supermen bo'lsam bersa bo'ladi. Bitta menga yordam berishingiz va oila a'zolarimizga. Ayol qulog'i bilan, erkak ko'zi bilan sevadi deyshadi. Siz meni qayeringiz bilan sevasiz? Qalbim bilan. Telefonsiz yashash qiyinmi yoki mensizmi? Lekin joy ko'rishibdi. Yo'q. Erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Men qaysi birini qildim? Er qildim. O'zimga ko'p pul sarflaymanmi yoki sengami? Menga hammaga ko'rsatib sarflaysiz, o'zingizga bekitib sarflaysiz. Jumlani davom ettiring. Agar men semirib ketsam, nima bo'ladi? Semirib ketsa nima bo'ladi? Ozasan. Shu. Ozasan nima bo'ladi? Hech narsa o'zgarmaydi. Qancha pulim borligini bilasanmi? Yo'q, yaxshi bilmagan yaxshi. Erkaklarda hech qachon xotining aybini aytganda tan olma degan qoida bor ekan. Siz shunga amal qilasizmi? 100% amal Bu qilasiz. o'shidan qo'y. Tushundim, javob ham bilaman. 100%. Mana o'g'il bolada shunaqa gap bor-ku. Agar xotining tutib olsa ham, tamaga deydi-yu. Siz shunaqa qilasiz. Men necha marta? Nima qilasan? Boshqa variant bo'lmagandan aytamisan. O'shada. Men bilmayman. Uylangan erkaklar qachon uylanganini unutib qo'yishadi? Instagramda qizlarga podpiska tashlayotganda. Keyin Faqat tamomlasdan. shundanmi yo'q? Bu mening onam degan ko'rsatuv qildim. Endi bu mening erim degan loyiha qilsam, ishtirok etasizmi? Bu mening. Shutki zo'rg'a keldi bu deng. Bir yostiqqa bosh qo'yganimiz yaxshimi yoki alohidami? Bir yostiqqa bosh qo'yganmiz. Men to'polon qilaman alohida yotsalar. Mabodoga. O'zingizni masalan 5 ballik sistemada necha ball qo'yasiz kelinligingizga? Qanaqa kelin bo'lgansiz? Menmi? Bilasizlarmi, men zo'r kelinaman. Men ovqat qilmayman uyda. Hozir ham. Ha, oldin ham qotirib qilman. Уже -3. Yo'q, nimaga? Mana eringiz yaxshi pul topsa, Bola tarbiyasida 5, hamma narsa 5. Va siz uchun bu normal holat, to'g'rimi? Normal holat. Ovqatga kelganda to'g'ri azimcha. Ovqat ko'chadan. Yo'q, uyda. uyda odam bor, ovqat qiladigan odam bor. Uy ovqatini yemasa, ko'chadagi ovqat bizga to'g'ri kelmaydi. Uchun bo'lib kuni bo'yi bozor bo'ladi, shundoq ko'cha ovqatini yeydi. O'shaning uchun Shunaqa erkalab qo'ygan ekanlar. Men aytyapman-ku, qaysi duolaringizni so'ragansiz deb. Bekorga aytmayapman. mana shunaqa ko'p erkaligimga ko'z yumadilar. Mana chunki qarang, hozir siz gapirib beryapsiz. Men chetdan eshityapman-ku va men hayron qolyapman. Qanaqa qilib bunaqa inson bo'lishi mumkin? Har bir yo'q bo'ladi. Har bir ayol kishi orzu qilishi mumkin bo'lgan jihatlar bor ekan. Qanaqa qilib? Shuning uchun siz mazza qilib ishlab, chet ellarga borib, o'ynab kulib yuradi. Borib keladi. Va har doim energiyasi baland bo'ladi shoir opani, har doim. Keyinchi mana chet elga ham bilan zo'rlab olib chiqqanmiz. O'zing borki pul to'lab berardilar. Bor o'zing opang bilan borki, adang bilan borki, meni yuboraverardilar. Zo'rlab olib chiqdim. Endi o'shandan beri har yil 4-5 marta kamida birga chiqamiz. Mazasini tushunib qoldilar-da.
katta o'g'lingiz bilan sirdoshmisiz? Har holda uni hozir yoshi katta bo'layapti-da, baribir qanaqadir jihatlarni otadan olishga harakat qiladi. Da. Sirdoshmiz, so'rayman, o'qishingda nima? Probleminglar yo'qmi? Hamma narsani so'rab, yo'qdi, hammasi yaxshi, zo'r. U ham rosa og'ir bola. Juda og'ir, finansiy tomonni adasi bilan hal qiladi, lekin qizlar temasi yoki hozir u yoq bu yoq bo'lsa, u endi bitta qiz aytdi-da, "Opa, bitta qizni ko'rdim, ko'ringlar" dedi. A Julien uylantiryapsizmi? 22 yosh, yo'q, qiz qarab yurmiz endi, hali 2 yilcha bor. Chiqib qolsa uylantirasiz. Chiqib qolsa, Uch yilcha. farqi yo'q. Taniqli qiz Yo'q, bo'lsa ham uylantirasizmi? Yo'q. Taniqli qiz. Boshlovchidan bo'lsa olib bermayman deng. Unga kerak emas. Unga. Yo'q, chunki o'zimizga o'xshagan. O'zimizga o'xshagan joyda. Oilada bitta yulduz yetadi. U hamki ovqat qilmay o'tirsa, och qolib ketadi. Xullas bitta qiz ko'ring dedi. Ha, xo'p dedim. Keyin bularga sekin ko'rsatdi. Keyin aytdilarki, biz oilada hammamiz qorachidan kelganmiz dedi. U men qarab, bekor qiz olib beringlar bo'lmasa, oilaviy ana bizga qo'shilib ketar ekan, kuldilar. Keyin o'g'limga aytdim, "Bek, adang shunaqa dod tilasa, tushunmadi. Adam uylanaman, men uylanamanmi shunday." Qolman u gap. Qo'chqor deb qo'yadigan joy. Yo'q, o'zi keyin aniq bosilib qoldi. Ani bir qizlarni ko'rsatib qo'yadi-da. Mana shunaqa temada menga murojaat qiladi. Adasiga uyaladi aytishga, lekin finansiy bo'ladi, boshqa narsa bo'ladimi, faqat adasi bilan hal qiladi. Siz sevilgan inson bo'lgan ekansiz. Oila o'zi kimdir sevadi, kimdir seviladi. Oilada ikkitasi baravar sevishni bilmadim. Nega sevgilarni his qilasizmi, Shoira opa? Yo'q, men aytmoqchiman, Mohir aka sevganlar. Aksincha. O'zi erkak kishi sevish kerak. Bu ham Erkak odam emas. Mushni sevib qo'ygan, unda Mushni sevib qo'ygan. Amonam voy. Qattiq rashk qilganmilar deyman. Ha? Nima singan? Nima sen? O'g'limiz ta'mini sindirib turadi. O'g'limiz shunday. Uchastkavoy kelgan ekan. Ajlar. Hozirgi bo'lib o'tadigan voqea. Mir Sodiqova haqidagi fikrlaringizni umuman o'zgartirib yuborsa hayratlanmayman. Hozir eshitamiz. Endi qizlar rosa ko'p bo'lgan. Bitta voqeani bugun eslaman, Doniyor aka bilan bo'lgan voqeani. Rahmatli o'rtoqlar bo'lardi-da, sheriklar. Doniyor aka degan odam. O'sha biz birinchi tanishganda konsertga bilet olganlar-da. Biletga tushmoqchi bo'lganmiz. Kimdir posib telefon qilibdi-da, bularga keyin "Hop, boraman, hozir boraman" deb. Nima bo'lsa, buvim o'lyaptilar dedilar. Yo'q, kasal. Bu hop kasallik, o'lib qolishlari mumkin, mazalari bo'lmayapti, doktorlar anaqa vahima qilyapti dedilar, ha. Siz bu yerda konsert dardilarsiz. Yo'q, men endi mayli tushmasa tushmaymiz desa, jiddimisiz bilet kelganmi deganlar-da. Keyin o'rtoqlariga telefon qilib bilet bor deganlar. Doniyor aka o'rtoqlar bilan men konsertga tushganman. Endi Doniyor aka semiz, kompleksi yo'q, shunaqa sho'x odamda. Ya'ni biletni bular qatdan olishganda, konsert eng tepa bor. Eng tepani birinchi qator. Balkonmi? Balkonmi? Oxirgi qator. Oxirgi qator. 36. Srochni olingan. O'tiribman deb. O'tirsam, bolalar anaqa qilyapti-da. Endi Doniyor aka meni kuzatish bilan ovora. Xuddi bir kartochka olyaptim, bilmayman nima bo'ldi. Bular rosa aytgan ekanlar, kuzating qarab. Kopiya qiling degan. Keyin menga ikkinchimi, uchinchi uchrashuvimiz bo'lganda endi. Keyin endi shunaqa o'ynayaptilar-ku endi. Doniyor aka. Siz uyalib ketdingiz. Men uyalib ketyapman. Kimni konserti? Esimda. Lola. Mana shunaqa qarasam, u ves bozor tushgan ekan. Ves bozor meni kuzatganda, tushunasizmi? Keyin bilib qolganman, bu buvi qilmagan ekan. Men bilan tanishgan paytlarda qizlari bo'lgan bularni. U qiz qilib, meni bilib qolib to'polon qilgan ekan. Dilnozami? Yo'q, Yo'q, Shahnoza. Shahnoza ekan. Dilnoza, Shahnozalar ko'p bo'lgan. Ko'paydi ular, qaysi eslayapman hozir. Kecha men bitta narsaga xursand bo'laman. Bizani masalan, meni tanlaganlarda bir xillari o'ylanib qolganligi bugungi kunda juda qattiq bularga ishonaman. Nimaga raz variant ko'p bo'lganda bo'ladi. O'shalar ichida men tanlaganman. Nima uchun, nima jihatlari yoqqan sizga? Zaharligimni ham bir anaqa qilmagan. O'sha paytda ham U bir payti zaharligini bilmasdim. bilsam bilamasin deb. Bo'ladi-yu, qalbda sevgi bo'ladi-yu, shu qalbga. Ya menda qaror savol bering. Shahnozadan nimalar ustunroq? Shahnoza emasdi, lekin boshqacha edi, hozir eslolmayapman. Xullas, o'sha qiz oldiga ketgan ekanlar. Meni konsertga tashlab. Keyin o'shanda o'zi keldi. Keyin u qiz men haqiqatligini meni telefonimni topib, menga o'sha voqeani aytib bergan. To'ydan keyin edi. Sen konsertga o'rtoqlar bilan borgan eding. Men chaqirganman. Men chaqirdim.
Yo, u menga aytib bergan, mana shunaqa telefon o'qiganman, o'sha kunini aytganda, men u kun Sizlar esimdan buvim kasal deganlar. Buvim kasal deganlar, o'ladi deganlar. Akasi u qiz bilan borib, keyin Orani ochiq qilish uchun deganlar. ketgan. U qiz topolmaganman. Keyin anchadan keyin farzandli homiladorligimda telefon qilib menga mana aytib bergan deb qotib qo'yganman. Nechta bolasi bor hozir? Bilmaymanmi? Yo'q. U qiz Istanbulgami ko'chib ketgan adashmasam. Chunki chet eldan. Quritib yuborganman deydi. Ko'chirib yuborgansiz. Xo'p, balans g'ildiragi sizga hozir ta'riflar beraman. Siz esa 10 ballik sistemada qanchalik his qilishingizni aytib berishingiz kerak. Hozirgi kunda mashhurlik darajasi necha siz uchun? Mashhurlik 7. birdan 7. 10 bo'lgan vaqti bo'lganmi? Yo'q, endi bo'ladi, xudo xohlasa. Hali yo'q. Yo'q, hali yo'q. Siz o'zi shunaqa o'zingizga nisbatan talabchanmisiz? Shunaqa. Aslida. Shunaqa. Daromad. 1dan 10 gacha. Qarang, meniki 10, no erimniki 100 bo'lishini xohlayman. Yaxshi. Sog'liq. 5 deb o'ylayman. 40 dan keyin. 40 dan keyin. Keyin men 42 yoshda tug'dim-da, o'shancha o'zingizmi? Endi aksincha yana ham organizm yangilanadi-ku. Qat'iydir yashaveradi, qat'iydir eslatadi borligini. To'g'ri, lekin to'g'ri. Xo'p, qimmatli shopping 1dan 10 gacha. Qanchalik tez-tez qilib turasiz yoki umuman shoppingga daromad ajratishingiz? Yaxshi, ajrataman, lekin hozir shoppingdan уже maza qilmaydigan, menimcha yoshga yo statusga yetib Menda ham keldim. shunaqa. Tushundingizmi? Mana u maza emas уже. Sabr. Voy, sabrmi? 1dan 10 gacha. Sabrlimisiz? Sabr 1dan 10 gacha adasi nechiman? 1,5. Sabr yo'q. Bitta meni kamchiligim erim aytib o'ylachi besabrman. Qolgan narsa yaxshi ekanman. Shunaqa. Do'stlarga vaqt Voy, men juda kam ajrataman. kam. Do'stlarim, oilam katta bo'lgani uchun, Do'stga ehtiyoji yo'q. ha, o'zimni oilam katta. Onamni oilalari katta. Opa singilli ko'pchiligimiz menga o'shalar yetadi deyman-da. Juda kamdan kam, lekin yaqin do'stlarimga vaqt ajrataman. Necha shunda 1dan 10 gacha? 5. 5. Xo'p, sayohat qilishga vaqt. Voy, 10. 10. Endi bilaman. Oilaga vaqt. Oilaga 10. 10. Muhabbat. 100. Zo'r, mana shunisi eng asosiysi. Ikkala tarafda ham o'zi rashk kuchli bo'lgan ekanda. Hozirchi, hozir bugungi kunga kelib yillar o'tib, buni kuchi qanchalik kuchaygan yoki pasaygan? Rashkni darajasi. Ancha bilmayman siz nimaga meni qizg'anmaysiz, lekin men ancha ishonib qolganman. Men akkuratni qizg'anaman. Sekin telefonni olib, "Na o'qib chiqaman." Masalan. Lekin telefonlarni ikkalamizni parolini bilamiz bir-birimizdan. Ha, unda yaxshi. Bolalar ham biladi o'zi. Bugun ishonch bor. Ishonch bor. Bugun tortishuv bo'lsa, nimadan kelib chiqadi tortishuv? Oldin mana rashkdan kelib chiqqan. Bugun puldan. Biz hozir bola tarbiyasidan kelib chiqamiz. Bir olganda ko'p o'g'irlanma deyman. Bir qolganda uzoq bir ko'p olayotganingizda ozgina bo'lsa ham vijdon qiynaladimi? Pullama? Endi hozir to'g'risi oxirgi yillarda ayniqsa Mahdi tug'ilgandan keyin bularning yana finanslariga yana anaqa qo'shildimi, bir bola qo'shildimi, xarajat qo'shildimi, shuning uchun kamaytirganman. Masalan, bitta brilliantni o'zlar bular bersalar, bittasini o'zim olaman. Ancha vijdonli bo'lib ketibsiz. Ikkita shu bo'lsa, bittasini pulini olaman, ikkinchisini aytmayman. Mahdi qo'yganmisiz mana? Mahdi. Chiroyli ism qo'ygan ekansiz. Chiroyli ism. Sizni ishingizga ham yordam beradilarmi? Deylik, biron bir mehmon kelyapti. Balki ular ham shu insonga muxlisdirlar. Qanaqadir savollar borasida yoki tayyorgarlik paytida qanaqadir ko'maklar tegadimi? Mani eng ilhom pariyim shular, oilam. Masalan, men Hasan Qori degan domla borligini, masalan, menda prosmotr yaxshi bo'lgan va juda odamlarga yaxshi ta'sir qilgan ko'rsatuvlarni bular aytadilar. Bu zo'r inson, bilan gaplari zo'r, odamlar eshitadi, erkaklar hurmat qiladi. Va xuddi shunaqa qolgan qahramonlarimda ham aytib turadilar. O'zlari variant berib turadilar. Kritika qilib turadilarmi? Qiladilar, kam qiladilar, unaqacha aniq qilmaydilar. Faqat bir kommentariyalar o'qib qo'ysalar, Kompliment aytib turadilarmi tez-tez? Aytib turasizmi? Bugun chiroyli kiyinib chiqibsan. Bugun soching chiroyli bo'libdi. deb kadrda ko'rganingiz. Unisiga ahamiyat bermaylar. O'zicha ko'zlaridan bilib olaman, ko'zlari yonib ketadi agar sal chiroyliroq ko'zlar ko'rsam, bilib sezaman o'shani. Lekin aytmaganlar, mana shunaqa sal shunaqa yomonatlari ham bor, faqat yaxshi emas. Romantik emaslar, Yo'q. Yo'q.
Jaydaram menimcha, chapani. Romantik emasman. Pramo gapiraveraman. Yaxshi ko'rishingizni aytib turasiz. Aha. Hamma o'zicha idealda, baribir, masalan, kimdir yaxshi ko'rishini aytmasligi mumkin, lekin bu yaxshi ko'rmaydi degani emas. To'g'rimi? Yaxshi ko'rish. Albatta. Hamma kimdir, masalan, Umuman aytmasinlar, lekin postupkalari, o'sha qilayotgan ishlari shu narsani bildirsa bo'ldi. bugun mana yaxshi kelinman deyaptilar onajonlarni, eng yaxshi kelinchagiman deyaptilar. Eng mashhur kelinchaklarda. Men mashhur, men yaxshiman demadim. Men boya gapim chala bo'lib qoldi. Men qanaqa o'zimni qanaqa kelin xohlayman, o'zimdan nimasi o'xshashini. Men qaynonamni yaxshi ko'raman. Rostdan yaxshi ko'raman. Meni shunaqa yaxshi ko'rsin deyman. Ayblarimiz ko'p, ikkita ayollar ayblarimiz. O'zi xarakteringiz qaynonangiz bilan o'xshashmi yoki yo'qmi? Men buni aytsam o'xshaydi. O'xshashlik. Onangizga o'xshaydilarmi ayolingiz? Da, qanaqadir jihatlari o'xshaydi. No, hammasi emas, baribir. O'xshaymiz lekin ko'plar tashqi ko'rinishimiz juda ham o'xshaydi. Xo'p, mana ayting, kelinlarga qaynonani ko'nglini zabt etishni eng zo'r usuli nima? Shu ayolni yaxshi ko'ringlar. Bo'ldi. Mana onalarimiz qanaqa xarakter bo'lsa ham boricha yaxshi ko'ramiz-ku va o'sha urushganni ham qabul ko'ramiz. Yaxshi gaplarni ham, yomon gap, nasihatlarni ham. Masalan, hech qaysi oldin bo'lgandir, lekin oldin ham bo'lmaganman qaynonam gaplar kesatuvdek, unaqa narsa bo'lmaganda, qabul qilishim unaqa bo'lmagan. Lekin boshidan ham yaxshi ko'rganman deb ayta olmayman, lekin yillar davomida shu ayollar menga mehr berdilar. Men ham yaxshi ko'rib qoldim-da va bugungi kunda o'sha yaqinda ham Sharm-el-Sheyxga meni qarindoshlarim bilan va bizning oila, bu oila bilan bu oilam bordikda, xolalarim kuzatib shunaqa havasim keldi. Qaynona kelin gaplashishlar, ikkita ona bola gaplashayotganga o'xshaysan. Umuman qaynona kelinli narsa yo'q salada. Baryer yo'q. Yo'q. Ular meni sansiraylar va juda ham samimiylar. Sansiraydilar. Sansiraylar. Men orzu qilganman. Meni qaynonam sansirash kerak deganman. Joni, onamchi. Yaxshi ko'ralarmi? Yaxshi ko'raman. O'g'illarimi? Qaynonam ham qizg'anadigan darajada yaxshi ko'raman. Ba'zi onalar o'g'lini qizg'anishadi. Boshida bo'lgan, qaynonam ham qizg'anganlar, chunki bular ham juda ham onamni yaxshi ko'radilar. Onam ham rosa yaxshi ko'radilar-da. Endi meni ham o'g'lim hozir bitta qiz mana shu chidolmasam kerak deb o'ylayapman. Tag'in ham qaynonam chilabdilar deyman-da. O'g'lim ko'proq u ayol yaxshi ko'rsa-da, endi begona ayolda. Lekin o'zi onalarimiz ham yaxshi munosabati, juda ham. Shuncha qudalar bo'lsa, meni qaynonam bilan onam munosabatlari juda ham samimiy. Qaysi fazilatlarini qattiq hurmat qilasiz? Boshqa erkaklarda yo'q bu xislat. Rosa mehribonlar. Mehribon? Insoniyatga nisbatan, menga, bolalarga emas, hammaga nisbatan juda mehribon. Eng qimmat oldirgan narsangiz nima? Eng qimmati mana shu yil. Bu yil Nissan. Li7. Aha, Li7. 26-yili ulgurdingiz-a? Bir oylik gap. Oldirdingiz. Zo'r. Qancha vaqt ketdi? Yo'q, uni voy bular 1 yildan beri iltimos qiladilar. Mashinangizni sotib almashtiringlar debdi. Men yo'q, kerak emas. Uchastka olib bering, uchastka olib bering. Qasam uchastkaga pullar yetmadi, shuni yetmaydi dedim. Zo'r. Uchastkaga hali yoshmiz. Shunaqa to'g'rilar. Bolalar bilan uchastkada qiynalamiz to'g'rilar. Bolalar ham hali kichkina. Dardlarni ketadilar. Keyin uchastka qilib kelamiz qarigan payt. Choy ichib. O'zi hammasi sizni qo'lingizda. Menimcha qurilish sohasida ishlaysiz-ku. Hammasi. Bir deganda hovlini ham eplab qo'yadilar. Qaysi jihatni deylik umuman siz o'zgartira olmadingiz, oxiri ko'nikdingiz? Yolg'on gapirishlar. Yolg'on gapirtiradilar. Iye, bu ko'zlarni qarang, yolg'on aytyapman. Maqtov Choydan qo'y. Qanday shunaqa payt choy qildirishadi. Yaxshi niyatda yolg'on gapirsangiz, u bo'ladi. To'g'ri, boya ham Shahnozam bolasini eshitaligini bilmayman dedingiz. Yaxshi niyatda yolg'on gapirdingiz. Hammasini biladilar. Yolg'on gapirib turadilar. Masalan, elementarniy narsa. Men kelyapman deydilar. Svetofordaman. U qaysi svetoforligini topib oldim-da. Unaqa yolg'onga kirmaydi. Shoira opani xarakterlaridagi qaysi jihat sizni jahlingizni chiqartiradi yoki asabiy qiladi deylik? Shoshiltiradi. Hovliqadilar. Hovliqadi. Lekin Kelyapman hozir. Shoshiltirdi. Svetofor bor, probka bor. Bolalar qolib ketadi. Bolalarni oldingizmi? Shu.
Men juda ham anaqaman, nima desam ekan. Hammasi vaqtida, mas'uliyatliman. Hammasi vaqtida bo'lishi kerak. Kechikishim kerak emas va hech kim kechikish kerak emas men uchun ham-da. Perfeksionist. Da, mana shu sevman. Abula, voy. Bir ko'rsatuvga chiqib ko'rsangiz, o'sha payt kech kelsangiz, Fantastik, o'sha ko'rsatuv. keyin menga telefon qilib aytib olasiz. Xo'p. Bir-biringizni eshitib turib, eshitmaganga olgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan. Yo'q. Bo'lmagan. Bo'lgan-ku. Bo'lgan. Voy, har doim shunaqa qilasiz. Eshitmaganligi olasiz. Meni gapim, men gapim. Hayolim boshqa joyda turadi. bo'lgan. Keyin kelib aytaman-ku, men nima dedim boyada. Boshqadan gaplashamiz deyman. Bugun mazam yo'q, ishga bora olmayman deb toqqa ketgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan. Yo'q, bo'lmagan. Mahalla komitetidan yordam so'ragan paytingiz bo'lgan, bo'lmagan. Yarashtirib qo'yiladi. Uch xil yordam. Yo'q, yordam. Yordam. Yo'q, pul moliyaviy emas, просто mahalla ushqota chiqardi-yu, bizga chiqishga yarashtirib qo'yishganmiz ani. Kiyim sotib olib uydagilarga bu eski narsa deb ko'rsatgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan. 100% mana shu kiyimlar ham shunaqa bilan olingan. Meni yuzim yorug', ovuraman bular lekin bekitib Bo'lgan. Bo'lganmi ham? Har doim. Janjal payti ketaman deb qayerga borishni bilmay ortga qaytgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan. Bo'lmagan. Bo'lgan, sizda ham menda ham bo'lgan, yoshligimizda bo'lgan. Hozir bo'lmaydi endi, конечно. Lekin yoshligimizda bo'lgan. Bular ketardi, jahl qilib kelmaslik kerak bo'lsa, yana qaytib kelardi. Turmush o'rtog'ingiz uxlaganda telefonini yashirincha tekshirgan paytingiz bo'lgan, bo'lmagan. Menda bo'lgan. Nima hozir eshitdim. Telefoningni Yashirincha uxlaganlarda shoir opa telefonlarni bekitib tekshirgan paytingiz bo'lganmi yoki bo'lmaganmi? Bo'lgan-a? Tekshirib turish kerak. Ishoning zo'r bo'ladi deb parrot qilgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan. Bo'lgan. Institutda baholarni puliga olgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan. Bu yoqqa gapirasiz. Bilmay bitirgan. Maktabda karasi yo'q edi. Bo'lgan. Umumiy hayot davomida baribir bir-biringizni kechirgansiz-ku. Kim ko'proq kechirgan? Ko'proq kechirgan. Bular? Yo'q. Yo'q, siz meni ko'p kechirgansiz. Da, shunaqa. Yo'q, men xiyonatlaringizni aytmayman. Ularni qanday men kechirgan. O'sha narsani aytdim. Hozir. O'sha narsani aytdim. Ularni o'zi masalan hayot davomida baribir biz ayol kishimiz-ku, emotsiyalarga berilamiz. Hech qachon men yig'lab tursam, yo'q, isterikada bo'lsam, unaqa bo'lsam, mana qilmaydi. Bo'ldi. Yo'q, quchoqlaylar, bo'l, o'zing bos deylar, yoki o'tali, yoki hal qilamiz deylar. Lekin o'sha yerda bu bilan bir erkaklar, "Sen men gap qaytarasan, unaqa qilmaydi, hech qachon unaqa qilmaydi." O'zi yig'ratganmilar deb ham so'ramoqchi edim. Demak, bo'lib turar. Bo'ladi. Bo'lib turadi. Ancha oldinlar bo'lgan. Hozir yo'q. Erkakni qaysi xatosini ayol kechira olmaydi? Men masalan agar to'ydan keyin xiyonatlarimni bilganimda kechirishim juda qiyin bo'lgan bo'lardi, menimcha imkonsiz bo'ladi va har kuni shunaqa kindalab ishtiga jo'nataman. Bilasiz, Hozirgi yoshingizda Bozorda ayollar nima qiladi? hozir hamma siz uchun xiyonat eng Bozorda ayollar yo'q. Boya bitta ayol qildi, telefon qilsa, ikkinchi xotinimisiz debdi. voy, xullas, tejab kirib ketdilar, telefonlar menda edi. Hamma qilyapti, ikki marta qilib qo'yib qo'yapti. Soatda yotib qolib ketib, o'shan syomkaga kech qoldim. Deb, oxiri bittasi bosib qo'yapti-da. Nomer bor-da, oti yo'q. Keyin oldim. Olsam, rus ayol ekan, "Здравствуйте, ona bishal, niyadan boshladi." Kafila bishal, ko'zlar ko'tarib. Hayron. Olmush obisha. Da. 3 kundan beri kutyapmiz, bunaqa dedi. Men to'g'risini aytaymi, nima telefoningizni oldim. Nima sen telefonini olding dedi. Eding telefoni bo'lsa, yoningda bor, sen bermayapsan degandek qildi. Unaqa emas, joy kirib ketdi dedim. To'g'risini aytaymi, men ikkinchi xotin nima bola, bu telefon qo'radi, hadi bosib qo'yapti dedim-da. Shunaqa desam, "Ne, u men mush есть" dedi. Erimni telefonini eri olmaganligi men qo'yman. Uyim bitmayapti, remont deb kafela jo'natlar deyotgan ekan. Kafil borganda noto'g'ri borib qo'ygan ikkitasi. Bola noto'g'ri ortib qo'ygan bozorda. O'sha o'ris qiz ekan.
Agar hozir bir nala deganida syomka ham atlang bo'ladi. To'g'ri hayda bo'lardi. Syomka bo'lardi. Boshqacha bo'ladi. Siz ayol kishini qaysi xatosini kechirmaysiz hech qachon? Qani. Bilmadim. Nima kechirilmaydi masalan shoirapada? Nima ish qilsam kechirmaysiz? Nima qilsalar u Endi ayolda ham xuddi shu erkaklarda ham masalan xiyonat. Bitta narsa bo'lsa kerak, xiyonat bo'lsa kerak. Chunki-chi Hamma narsani kechirsa bo'ladi. hamma narsani. Masalan, biz yo'qchilikni ham ko'rdik. Hamma narsani ko'rdik hayotimizda. Hech qaysi narsa bizani ana muhabbatimizga putur yetkazmadi deydimi? Bitta mana shu narsa dars ketishi mumkin deb o'ylayman. Pulsizlikka kechida olasiz. Voy, zaprista men hech qachon qiynalmaganman. Hech qachon bular bilan men haligacha men bir narsa olib kelib bering deb aytmayman. O'zlari olib kelmasalar, masalan, unaqa masalan bir xil bor, men buni taxlab berib spiska qilib beradi-yu, menda zaril narsa, hattoki bir xil olmay shu narsani yeyilmayapti-yu deb turaman. Ro'zg'or spiska faqat. Unaqa emas. Erkak kishining oilasini mustahkam bo'lishida pulni qanchalik ahamiyati bor? Ahamiyati yo'q menimcha. Faqat tuyg'ular, mehr-muhabbat, tuyg'u. Masalan, hozir umuman chet elga olib chiqmay qo'ysalar ham hech narsa o'zgarmaydi. Yo'q. Yo'q. Chunki bu yildan aytdim, chet el bu yil yo'q dedim bizga. Lekin baribir adashib oldik. Shunaqa erkak gapini gapirgan gapi bir haftaga ham yetmayapti hozir. Sizda ham shunaqa. Bir narsa dedim. Bunday nuqta qo'yishlar yo'q hozir. Oldinlari ko'p bo'lardi bunaqa Bunaqa narsa. yetadi. Endi bizning oila katta-ku. 10-15 ming ketadi-da. Bitta chet elga chiqishimizga, Antaliyga, shahrimga, yaxshi otelga borsangiz, bu har doim samolyotda qaytayotgan bo'ldi. Mana shu oxirgisi deydi. O'sha bu nechinchi yilda bunaqa tortganlar. O'sha ikkita joyga bron qilib bo'ldim o'sha. Ko'rsatuvimizning eng kutilgan daqiqalari. Hamma kutadi shu joyda. Qarangiz yaxshi ko'radi. Hamma emas. Mana shu birovga sevgi izhor qotgan bo'lsa, yaxshi ko'raman deyotgan bo'lsa, mazax tomosha qiladi. Rafiqangizga muhabbat izhori bilan gulni hadya qilishingiz kerak bo'ladi. Baribir sizni ko'pchilik Instagram tarmoqlarida ko'rgan, lekin intervyu berib, Instagramda turmush o'rtog'ingiz haqida savol berishadimi? Va faqat erim haqida. Nima deb so'rashadi? Endi nima qanaqa javob? Nima ish qiladilar? Qanaqa mana sizlar bergan savol ular ham berishadi. Hamma o'zini balino joyini kelib chiqib gapiradi-yu, o'sha hozir hamma umumiy savollarga javobni oldim. Mana shoir opam turmush o'rtoqlari shular bo'ladilar, o'rtoqlar. Mabodoga. Aha, bering, marhamat. Turib berasizmi? Muhabbat izhori borimizga. Ana. Rahmat. Bravo. Baxtli bo'ling. Bu eng maksimum harakat qilganmiz. Ko'rsatuvga kelganliklariga rahmat. Rahmat, kattakon. Chunki mashhur ayollarni turmush o'rtog'i boshqa sohada bo'ladi. Ularga kelish, gapirish, baribir diskomfort, ozgina erish bo'ladi. Shunchalik ko'ndirib, maqtab taklif qildik. Xursandmiz, chunki har safar qaraganda Instagram tarmoqlaridami, hayotdami, baribir hamma havas qiladi va mana shunaqa havas ko'zi bilan har doim hamma sizlarga qaraversin. Qanaqa ekan bu syomka, bu bir narsalar, intervyu berish? Bo'ladi. Yo, yomon emas, a? Kelib o'tirib ketsa bo'ladi. Qiynalmadingizmi? Endi bozorda ham Kelinglar hammanglar. Bozorga adresni bersangiz bo'ladi. bozorda ham endi gapirishadi-da, baribir hamkasblar hali o'zingiz ham chiqibsiz-da oxiri deyishadi. Sal vizda berib qo'yasiz-da o'sha paytlar rotirlaring. Rasmiy chuvallaring Rasmiy chuvallaring deb. Katta rahmat, baxtli oilalar ko'p bo'lsin siz kabi jamiyatimizda. 4 ta farzandga 4 ta yaxshi kelin nasib qilsin, Xudo xohlasa.